Mana do'stlar, bitta oilamiz chiqib qoldi. Shuni sizlarga ko'rsatmoqchi bo'ldim. Onasida muammo bo'lgan. Plus-minus. O'zim uchun belgi qo'yib qo'yganman. Ochganda yashikka bir qarayman-da. Agar normal holatdagi oilalar bo'lsa, mana bunday turaveradi yozuv. Agar qanaqadir muammo bo'lsa, buni belgilab ketaman. Shpargalka sifatida oldin ham aytganman. YouTube kanallarimda ko'p aytaman. Bu ona arimiz 2026-yil ko'p erkak ari tuxum qo'yib qolgan va tuxumini oralatib qo'yib boshlagan. Shuni men onasini o'ldirganman. Bunga mana 3 xonalik turgan mana bunaqa 3 xonali yashiklarimizdan birontasini yoki bo'lmasa nukleuslardan yaxshi ona arimdan zapas matkalardan olib beraman. Bunda arisi hozir o'ziga yetarli. Hozir asal bor paytda yangi ona arini qabul qildirish oson. Bir 4-5 kun yetim bo'ldi. Hozir bir qator qarab turib g'umbaklarini o'ldiramanda yangi shu naslli Garniki Imego arimizni zahira ona arisidan qo'yamiz bularga. Bu ham yomon ishlamagan. Hozir ko'rsataman. Mana do'stlar, ochib ko'rdik. 5% cha erkak arilar ko'paygan. Mana asalda rasploti o'sha pechat qilinganida pishgan. Mana bu yoqlar ham mana pishgan asal bo'lib turibdi mana. Bu taraf ham asaldan, aridan, sog'lomligidan muammo yo'q. Faqat ona ari kam tuxum qo'ygan. Bunga bir ikkita rasplot berib, qishga kirgizib yorib, keyin bahorda buni ozroq tuxum qo'ygandan keyin boshqa uylarda rasplot olib turib, birovga berganimizni bizga tatimaydi-da. Shuning uchun bu arimizni shunchalik ishlaganman. Hozir asal sezon paytida yaxshi ona arilarga almashtirib qo'ysak, tepada ari yo'q o'xshab ko'rinadi sizlarga. Lekin buni arisi bisyorda ichida. Onasi yo'q lekin. 4 kun 5 kun bo'ldi mana erkak arilar tortib tashlagan. Shu onasi yetarlicha erkak ari urug'ini olmaganda kimdir halal berib qo'ygan. Shuning uchun bizga bahorda naslli matkalar sotayotganimizda, ona arilar sotayotganimizda yaxshi arimi, bo'mag'ir aridan yo'q. Biz mana shunday kuz davomida oxirgi birak arilarni o'ldirib tashlaymiz. Oxirgi kuzda hozirdan mana o'sha saralab qarab yomon arilarni, ona arilarni olib tashab, keyingi yilga mana shulardan erkak ari chiqib, biz tayyorlayotgan ona arilarni o'chib qo'ymaslik uchun hozirdan tayyorgarlik ko'rib boramiz. Bemalol sifatli ona arilarga murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat, obuna bo'lib, asalarichilikka qiziqqan tanishlaringizga yuborib qo'ying-da. Sifatli ona ari qidirib yuradi bahorda. Shu paytda bizga murojaat qilsa, biz xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dasturga qilib beramiz. Albatta, sifatli ona arilardan. Xudo xolasa sog' bo'lasizlar.